So'zlar shakl va ma'no munosabatiga ko'ra 4 turga bo'linadi. Birinchisi shakldosh so'zlar omonimlar, ikkinchisi ma'nodosh so'zlar sinonimlar, uchinchisi zid ma'noli so'zlar antonimlar, to'rtinchisi paronim so'zlar. Shakldosh so'zlar aytilishi va yozilishi bir xil bo'lib, turli atash ma'nolarini bildirgan so'zlar shakldosh so'zlar, ya'ni omonimlar deyiladi. Masalan, un, tovush, ya'ni ovozingni eshitmayin, uningni eshitmayin deganday. Ikkinchisi un, mahsulot. Bu non tayyorlashda ishlatiladigan mahsulot bug'doydan olinadi. Uchinchisi un, fe'l, unmoq, o'smoq degan ma'noni anglatadi. Ma'nodosh so'zlar bir umumiy ma'noni ifodalovchi ikki va undan ortiq so'zlarga sinonim ma'nodosh so'zlar deyiladi. Masalan, sovg'a so'zi hadya, tortiq, armug'on, tuhfa. Biz nima uchun sovg'a so'zini yashilga oldik? Chunki u bosh so'z, dominant deb ataladi, ya'ni u hamma uchun tushunarli va ko'p qo'llaniladigan so'zdir. Ma'nodosh so'zlarda ijobiy va salbiy ma'nolar ham bor. Ijobiy ma'noga kulmoq, jilmaymoq, qahqah urmoq, xanda otmoq kirsa, salbiy ma'noga hiringlamoq, iljaymoq, tirjaymoq kabi so'zlar kiradi. Zid ma'noli so'zlar qarama-qarshi ma'noli so'zlarga antonim so'zlar deyiladi. Ular zid ma'noli so'zlar deb ham yuritiladi. Masalan, baland, past, yangi, eski, kecha, kunduz. Zid ma'noli so'zlar birlashib, yangi so'zlar yasashi mumkin. Masalan, yoshu qari, barcha. To'yimizga yoshu qari keldi, ya'ni to'yimizga barcha keldi. Achchiq chuchuk ovqat turi yoki biror bir viloyatlarda bu salat ham deb ataladi. Qizim, achchiq chuchuk tayyorlab kel, ya'ni biror bir salatni tayyorlab kel degan ma'noda. Uzoq yaqindan, hamma yoqdan. Uyimizga uzoq yaqindan mehmonlar keldi, ya'ni uyimizga hamma yoqdan mehmonlar keldi degan ma'noni anglatadi. Paronimlar yozilishi bir-biriga juda yaqin, lekin ma'nolari bir-biridan butunlay farq qiladigan va og'zaki nutqda talaffuzda bilib-bilinmay aralashiladigan so'zlarga paronimlar deyiladi. Misol uchun, afzal bu ustun ko'rmoq, eng yaxshisini tanlab olmoq. Afzal esa ot, arava uchun qo'shiladigan asbob-uskuna. Ganj boylik, ganj esa ustalar naqsh uchun ishlatiladigan mahsuloti. Tub bu eng quyi past degan ma'no anglatadi, ya'ni paqirning tubi, chuqurligi. Tub bu daraxtning sanog'ini bildiruvchi so'z. Bir tub, ikki tub. Sher bu biz yod oladigan sher. Sher esa tutuq belgisi yo'q bo'lsa, bu o'rmon qiroli, hayvon degan ma'noni anglatadi. Darsimiz sizga yoqdi degan umiddamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.